Voy! Voy, Umid aka. Bolajonim. Xudo ish qilib ko'zimga ko'ringan bo'lsin-da. Yuring, oyjin chaqiribdilar. Ko'rinmabdi. Duxovkada pishib qolsam bo'lmasmidi? Ay, ishonchda qanaqadir aksiya yoki chegirma ketmayaptimi? Ketyapti. Ishonchni 2-yanvardan boshlab barcha do'konlarida milliy brendlarimiz Artel, Shivaki va Avalon mahsulotlarini 25% chegirma yoki 30% bonus bilan xarid qilishing mumkin. O'yinga ketyotding-ku sen? Bormoqchi edim. Quruq qo'l bilan bormayman-ku. Qo'l bilan bosing bo'lmasmidi? Xolajon, to'g'rirog'i, oyijon. Milliy brendlarimiz Artel, Shivaki sovutgichlarining modellari, ya'ni 276, 316, 345 sovutgichlari 30% chegirma yoki 35% bonus bilan xarid qilsak bo'lar ekan, to'g'rimi? Mana sen ishlab qo'y. Baloni ham biladi keldingiz. Artel Baraka, Marvarid va Avalon 12 talik konditsionerlarini 30% chegirma yoki 35% bonus bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Avalon. Boshqa ishlama kerak emasmi? Qanaqasiga? Tillaga mani do'stim yo'q, qizlarimiz qarab olishadi. Qizlar bo'lsa qizlar. Bu tillalaringiz narxi qanaqa? Ishonch do'konlarida 5-yanvardan boshlab barcha tilla taqinchoqlarimizga 10% dan 15% gacha chegirmalarimiz e'lon qilingan. Bemalol tanlab xarid qilsangiz bo'ladi. Zo'r. Olib ketamiz, a? Aynan brasletni ko'rmoqchi edim. Voy, juda chiroyli ekan. Hamma tanlaganlarimizni Uyimizga jo'natib yuborgan, xo'pmi? lokatsiyani bilasiz-a? Ko'rishguncha. Yana o'zim sotib, o'zim to'laydigan bo'ldim.